Assalomu alaykum ustoz akalar. Bugungi atap liniya sistemasındagi asosiy rol o'yinida ehtiyot qismlar haqida ma'lumotlarni berib o'tamiz. Ko'rib turganlar uchun dislomatorni qo'yishdan maqsad bu yerda atap liniya sistemasındagi nakiblarni va metallический zaryadchalarni o'zida olib qoladi. Noni hisobına desak bu yerda ko'rib turganlar uchun dislomator asosiy bu yerda magnit bilan jihozlangan bo'ladi va slivnoy krani. Asosiy magnit o'zini ma'lum miqdordagi metallический zaryadchalarni olib qolsa, zarrachalar meda musorlarni slivnoy orqali chiqarib tashlaysizlar. Подача обраткasi ikkita kran bilan jihozlangan bo'ladi. Mexanический kraniklar ham дополнительно qo'shilgan. Magnit effekti masalan ko'rib turganlaringiz yana kuchli magnit bilan jihozlangan bo'ladi. Так, keyingi qismimizga kelsak, bu yerda Tembrand asosidagi grup yachishga setichный filtr bo'ladi. Bu ko'rib turganingiz filtrimiz raker kran bilan jihozlangan manometr bo'ladi bunda. Slivnoy krani. Bu yerda asosiy grup yachishkada shu setga o'zini musorlar asfaltlarni olib qoladi. Shundan musorlarni yig'iladi. Shu orqali grup yachishkalar shunda yig'ilib qoladi. Keyingi musorlarni slivnoy orqali chiqarib berishingiz mumkin. Так, ustalar bu yerda hozir suv reduktorini ko'rib turibmiz, to'g'rimi? Suv reduktorimiz va bundan keyin filtr qo'yiladi. Masalan, filtr bilan jihozlanadi. Reduktor filtr. Masalan, shuni joy uzayib ketmaslik uchun bu yerda masalan reduktor filtr bilan komplekt variantimiz ham bo'ladi-da bu yerda. Grup yachishga filtr va reduktor birga komplekt tushishi, latunoy korpusi ham дополнительный slivnoy krani bilan jihozlangan bu. Аккуратный bo'lib joylashadi. Ko'rib turganlaringiz ham bu ham setichный filtr bilan jihozlangan. Santexnik ustakalarımızda ikkita dushmani bo'ladi. Bu avvalambor nima desak, vozdux bo'ladi. Bu yerda vozdux ham ikki turkman bo'ladi. Bu yerda обычный vozdухimiz soldatchik orqali chiqib ketishi mumkin, lekin puzichdagi vozdухlarimiz bu soldatchikdan chiqib ketmaydi. Sistemada aylanib yuraveradi, turboda sizib. Shunday vaziyatda separator qo'llashimiz mumkin bizga. Latonoy korpusi separatorimiz qo'llashimiz mumkin. Bu nishat обычный vozdухdan bundan chiqib turgan, bundan chiqmaydi turgan, kasblasam. Bundan chiqmaydi turgan vozdux separatordan nishat chiqib ketadi desangizda, buni ko'rib turganlaringizdek ichida setichный krugovoy narsa bo'ladi. Shu setichnilar bu ataplanma sistemasidan kelib, setka orqali harakatlanib, dapiakar harakatlanadi. Shunday chiqib ketadi. Keyingi o'chirtda elektromagnetik klapanlar bo'ladi. Bu elektronlik kranik hisobi xizmatini izlatadi. Ataplanma sistemasi bo'lsa, ne только masalan quyosh panelining ustida suvni ochishdan ham bu orqali qo'llanishingiz mumkin. Bu oddiy ключеtlari ilib qo'yasiz. Shu orqali kranik suvni ochib berishingiz mumkin. Ключетlar orqali o'chirib bo'laman desangiz, telefon orqali boshqarsangiz, endi avtomat bo'ladi. Nuroniki Tuyago programmasi orqali boshqarishingiz mumkin. Keyingi o'chirtda trexhodoy va duxhodoylarni ko'rib o'tamiz. Tak, bu yerda ko'rib turganlaringizdek, bu yerda kerakli gradusni ligrovka etib bilamiz. Biz ataplanma sistemasi tupli polda masalan kerakli gradusni 40-45 gradusga qo'yib qo'ysak, kerakli temperaturani bir xil berib turadi bu yerda. Keyingi o'chirtda pogružной termostatlarni ko'rib o'tamiz. Tak, pogružной termostat asosiy qo'llanilgan yerlar masalan nasozda kerakli gradusga qo'yib qo'ysak, masalan ataplanma sistemasida ma'lum gradus qo'yib qo'ysak, shu kerakli gradusda bu nasozni sirkulyatsiyasini o'chirib turadi. Nasozda biriktiriladi-da bu ish. Shu ataplanma sistemasida qo'yiladi, shu orqali bu sezib turadi. Shu gradus kelgandan keyin nasozni aylanishini to'xtatadi. Так, kısacalar bu yerda hozir trexhodoy mexanический variantini ko'rib turibmiz. Masalan, trexhodoy ataplanma sistemasini kerakli gradusda issiq manbani yo'naltirib turadi. Masalan, qarang bu yerda trexhodoyni elektronniy tuzadigan bo'lsak, bu yerda trexhodoylarimiz uchun ham servo привод bor. Masalan, servo привод bunga joylashtiriladi. Masalan, keyin pogružной termostat bilan birga kombinировать qilinadi. Bu ma'lum gradusni aytgandan keyin bu pogružной termostat servo приводga komanda berib, trexhodoyni ligrovka etib turadi bu yerda. Shu tartibda ishlaydi. Hozirda ko'p ishlatilib turgan balansirovочный kranlarni ko'rib o'tamiz. Bu yerda bizda 15likdan tak 50lik düymadan bo'ladi. Tak, balansirovочный kranimizda masalan ligrovkasi bu yerda ikki xil tartibda bo'ladi. Birinchisi mexanический tartibda
kranni balansirovka etib olishingiz mumkin. Masalan, bu yerda o'zini amjami bo'ladi. Bu yerni ochganda ochib turib, shura o'z ehtiyot anjomini qo'yib, kerakli elektron liniyada tekshirib, balansirovka etib olsa bo'ladi. Bundan ham qiziqarli ma'lumotlar kerak bo'lsa, sahifamizga obuna bo'ling. Sifatli qurilish Giperstroy bilan.